Salom do'stlar, ushbu videomizda ingliz tilida zamonlarga oid testlarni Kahoot'da ishlab ko'ramiz. Hop, English tenses review 10 questions debdi. 10 ta savol. 11 kishi qatnashadi demak. Bundaroq o'qib qo'yamiz. When we use the present simple we talk about demak routines. Ya'ni kunli o'sha rutinlar uchun. Kunli ishlar uchun. Davom etamiz. Ikkinchi quizimiz. Present continuous is only for stative verbs. Hop, holat fe'llarga bog'liq debdi. Condition verb, stative verb. False bo'ladi. Da. It's just false. Biz 4-o'ringa chiqib oldik.